Doktoranturaga kirishda imtihon bormi o'zi yo'qmi? So'nggi kunlarda doktoranturaga kirishda endi imtihonlar bekor bo'libdi degan gap so'zlar tarqalib ketdi. Endi doktoranturaga kirish imtihonsiz qabul tartibi asosida amalga oshiriladi. Unga ko'ra, talabgorlarni endi magistraturada olgan baholari, chop etilgan ilmiy ishlari va chet tili sertifikatining ballar yig'indisi bo'yicha baholanadi. Faqatgina bu tartib 2027-yil sentyabr oyidan boshlab amal qiladi. Ya'ni bu yil har doimgidek odatdagidek imtihon asosida qabul bo'ladi. To'g'risini aytsam, bu yangi taklif qilinayotgan imtihonsiz qabul tartibi yaxshi. Bu jahon standartlariga mos keladi, lekin hali O'zbekiston sharoitida hali biz bunga tayyor emasmiz deb o'ylayman. Chunki endi nima bo'ladi? Endi tabiiyki baholarni sun'iy ko'tarish yuzaga keladi. Ya'ni bitta universitetda masalan 4 bahoga bitirgan bolani bilimi boshqa bir universitetda 100 GPA bilan kelgan bolani bilimidan ham kuchliroq bo'lishi mumkin. Chet tili sertifikati majburiyligi qolgani yaxshi bo'ldi. Bu mayli, magistratura baholari ham mayli, lekin endi ilmiy ishlarni qanaqa qilib baholash mumkin? Endi hammada bu o'qishga kirish uchun, doktoranturaga kirish uchun ilmiy ishlarni ko'paytirish, ya'ni kim ko'p maqola chiqarish degan poygaga aylanib ketadi. Shuning uchun ham endi meni fikrimcha, ilmiy maqolalarni, ilmiy ishlarni baholashni bir kuchli mexanizmini ishlab chiqmasa, menimcha bu yangi tizim shunchaki bir korrupsiyaning yangi turiga yoki qog'ozbozlikka aylanib ketadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Doktoranturaga qabul bo'lganda imtihonsiz bo'lgani yaxshimi yoki imtihon bilan?